Spark avtomobilimizga temperatura datchik yana bitta o'rnatdik. Anchadan bir video chiqarmagandik. Mana 52 gradus harorat tutishni ko'rsatadi. Mana mashinamizni hozir yoqamiz. Mana yondi. Endi ko'ramiz. Mana sekin-astalikdan harorat ko'tarila boshlaydi hozir. Haroratni aniqlik bilan o'lchaydi bu. Sirkulyatsiyani evaziga harorat tushyapti. Radiatorda suv sovib qolgan bo'lishi mumkin-da. Bu 51.8 52 bu shunaqa haroratni aniqlik bilan ko'rsatadi.